Nega fokus yo'q? Qanday qilib soatlab chalg'imay bir ish bilan shug'ullanish mumkin? MIT, ya'ni dunyodagi eng zo'r universitetga tan olingan Massachusets texnologiya instituti professori Kel Newport tomonidan yozilgan ushbu diqqat kitobida yangi zamonaviy davrda qanday qilib g'olib bo'lish, nega ba'zan ko'p ish qilib charchamasdan kam ish qilib charchab qolish sabablari, 4,000 AQSh dollariga AQShdan Yaponiyaga faqatgina bitta kitob yozish uchun bilet sotib olgan inson hikoyasi va boshqa ko'plab voqealar haqida yozib o'tilgan. Bugun shular haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Ming kitob tahlili 16-kitob Deep Work, ya'ni inglizcha nomi Deep Work, o'zbek tiliga diqqat deya nashr etilgan. Kel Newport. Yangi hozirgi zamonaviy davrda qanday qilib inson g'olib bo'lishi mumkin? Bunga javoban Kel Newport aytadiki, ikkita ko'nikmani inson hosil qilish kerak o'zida. Ulardan biri murakkab narsalarni tez o'zlashtira olish bo'lsa, keyingisi esa ishni tez va mukammal bajarish. Yozuvchi aytadiki, masalan siz ertalab turganingizda, misol uchun qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni yozib qo'yasiz, shu ishlarni qilishim kerak deb. Shulardan masalan 5 ta ish bo'ladigan bo'lsa, 4 tasini qildingiz. 4 tasi yengil ishlar, ya'ni sayoz ishlarni qildingiz. Kun oxiriga borib bu ishlar juda oson bo'lishiga qaramasdan charchab qolgandek o'zingiz his qilasiz. Lekin mana oxirida qolib ketgan eng asosiy ishni esa qilinmay qolgan bo'ladi. O'sha eng oxirida qolib ketgan ish, eng asosiy va ko'p sizdan energiya talab qiladigan ish bo'lishiga qaramasdan, agar boyagi sayoz ishlarni qilmasdan o'sha ishni qiladigan bo'lsangiz, kun oxiriga borib ko'p energiya sarflashingizga qaramasdan, siz o'zingizni bir baxtli, bir yaxshi bir his qilasiz. Ya'ni o'zingizda bir kuch-quvvatni his qilasiz deydi. Ya'ni yozuvchi aytadiki, eng yaxshi hayotingizdagi eng yaxshi narsalar muhim va mana shu qilinishi kerak deb qo'ygan bir muhim ishlaringiz bo'ladi-ku, o'shani qilgandagina bir rohatni his qilasiz. Eng yaxshi damlarni o'sha vaqtda his qilasiz deydi. Peter Shankman degan tadbirkor bor edi, u shu kitob ham yozardi. U mana shu spikerlik ham qilardi, ya'ni nutqlash so'zlardi va tabiiyki shu sababli u ko'plab shu parvozlarni amalga oshirardi. Va bir kuni u anglab qoldiki, uni miyasi mana shu 9 kilometr yuqoriga ko'tarilganda samolyotda juda ham zo'r ishlargan va shu sababli u 4,000 dollarga AQShdan Yaponiyaga bordi keldi, biznes klass bilet sotib oladi. AQShdan Yaponiyaga uchuvchi samolyot ko'tarilganda u bir kitob yozishni boshlaydi va samolyot Yaponiyaga qo'nadi. Shundan keyin u yoqda shu kutish zalida o'tirib kofe ichadi va yana AQShga qaytadi. Mana shu damda u, ya'ni 15 soat, 30 soat ketgandi. O'sha vaqtda u bitta o'zini kitobini yozgandi. Ya'ni aytadiki, uni miyasi mana shu samolyot 9 kilometr yuqorida bo'lganda juda ham yaxshi ishlardi va uni anglab qolgandi deydi. Va siz ham mana shu bir o'zingizni miyangiz qachon bir yaxshi ishlaydigan, qanaqa vaziyatda yaxshi ishlaydigan vaziyatni bilib oling deydi. Aslani miyalaringcha qaysi vaziyatda zo'r ishlab ketadi, endi 9 kilometr yuqorida bo'lmasa ham bir o'zlaring bir vaziyatlaring bor-ku. Shu narsa haqida izohlarda yozib keting. Ya'ni yozuvchi aytadiki, tablo to'ldirish kerak deydi. Tablo to'ldirishni kanda qilmang deydi. Ya'ni mana shu ishlaringizni ro'yxatini yozib, o'shanaqa qilib qo'yishni kanda qilmang deydi. Undan tashqari esa yozuvchi aytadiki, birorta ish boshlaysiz-ku, o'sha ishni boshqa bir odamga yoki bir do'stlaringizga aytib qo'ying. Misol uchun, mana shu vaqtda tugataman shu ishni deb va natijada siz o'sha ishni qilish potensialingiz yuqori bo'ladi deydi. Ammo men bu fikrga qo'shila olmayman, sababi o'zimda ham bo'lgan va boshqa ko'pchilikdan ham eshitganman. Birorta ishni boshlaydi, mana shu ishni deydi, mana shu vaqtda tugatib qo'yaman deb boshqalarga ovoza qiladi-yu, o'sha ish o'xshamaydi. Sizlarda umuman o'zlaringda qanday birorta ishni hech boshlaganlaringda boshqalarga aytganlaringda qilish darajalaring, ya'ni ko'proq bo'lganmi yoki jimgina hech kimga aytmasdan o'sha ishni bitirib yuborish osonroq bo'lganmi? Agar shu holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Agar birorta ishni tugatganingizdan keyin ishni tugatdim deb o'zingizga ayting deydi. Masalan, kitob o'qimoqchisiz, 1 soat o'qimoqchisiz, yo bo'lmasa ingliz tili bilan shug'ullanmoqchisiz, 2 soat, 3 soat shug'ullanmoqchisiz. O'sha ingliz tili, misol uchun 2 soat shug'ullanaman deb o'tirdingizmi, o'sha tugagandan keyin ingliz tilini tugatdim, yo bo'lmasa ishni tugatdim deb o'zingizga aytib qo'ysangiz, mana shu narsani keyin o'ylab o'tirmaysiz deydi. Misol uchun boshqa ishlaringizga yo bo'lmasa boshqa bir hayotiy narsalaringizga kirib ketaverasiz, miyangiz esa u yoqda qolib ketmaydi. Shu sababli
har qanday ishni tugatib qo'ygandan keyin men faloncha ishni, shu ishni tugatdim deb o'ziga aytib qo'yishingiz bu juda ham foydali deydi. Mamlakat boyligini 80% 20% boy odamlar qo'lida. Xuddi shunday bu yerda 20-80 degan qoida bor. Bu qoida qanday ishlaydi? Masalan, siz reja tuzdingiz, 10 ta kunlik rejani tuzdingiz. O'shandan ikkitasiga ketadigan vaqtingiz, ikkitasining muhimligi bu qolgan 8 tasidan ko'ra muhimroq deydi. Agar qolgan 8 tani bajaradigan bo'lsangiz, siz o'sha o'zingizga yuklatilgan narsani 20% ni bajargandek bo'lasiz. Bu qolgan ikkitasini, misol uchun 10 tadan ikkitasini bajarsangiz, xuddi 80% ishni bajarib qo'ygandek bo'lasiz deydi. Shu sababli diqqatni bir joyga qo'yib, mana shu 10 ta ishning ichidan mana shu ikkitasini tanlab olib, o'shanga fokusni ko'proq qaratsangiz, o'chsangiz qaytaga juda ham tez bo'ladi deydi. Kitobda juda ham ko'p tadqiqotlar keltirib o'tilgan. Ularni aytsam video juda ham uzun bo'lib ketadi. Videoni juda qisqa qilmoqchiman. Bu kitobni ko'pchilik tanqid qilgan ekan, ya'ni hech nimaga tushunmadim, ketgan pulimga rozi emasman, arzimaydi deb shunaqa degan gaplar bo'lgan ekan. Rostdan ham bu kitob foydasiz. Kimlar uchun? Faqat yengil-yelpi kitoblar o'qib yuradiganlar uchun bu ilmiy kitob hisoblanadi. Shu sababli siz bundan oldin bir qancha kitob o'qib tugatmagan bo'lsangiz, bu kitobni birdaniga o'qishni maslahat bermayman. Sababi ilmiy kitob bo'lgani uchun siz zerikib qolishingiz yo o'qiyotganda uxlab qolishingiz yo bo'lmasa umuman kitob o'qishdan ham ko'nglingiz qolib ketishi mumkin. Demak, kitob nima haqida yozilganini bilib oldinglar. Agar qiziq bo'lgan bo'lsa kitobni sotib olinglar, o'qinglar. Biz esa mana shu yerda 1000 kitob tahlilidagi 16-kitob tahlilini o'z nihoyasiga yetkazamiz. Kanalga obuna bo'linglar. Izohlarda keyingi kitob tahlillar qaysi bo'lishini yozib qolinglar. Bu bizga juda ham muhim. Aytgancha kanalimiz a'zolari va nihoyatda 1000 taga yetdi. Hozir 1000 tadan ham oshdi. Bu uchun mana ko'rinib turgan tort tayyorlab berishdi O'zbekistondan, ammo men Koreyaligim sababli u tortni yeya olmadim. Kanalga a'zo bo'linglar. 10k bo'lsak, ya'ni 10 ta bo'lsak, bundan ham katta zo'r tort tayyorlab yeyish niyatim bor. Shu sababli tort yeyishimni xohlasanglar, do'stlarim bilan tort yeyishimni xohlasanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha assalomu alaykum.